Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabında biz Heyz Nifas münasebeti kezmillah toxtulub atqan. Bugünkü bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh heyzler ayal, heyz ve ömrüge qaysi şekilde, qaysi usulda ihram bağlaydı degan mazmunni o'tirib qo'yibdi. Yani bundaq demoqchi bo'lgani heyzler ayal heyzga yoki ömrüge ihram bağlagan vaqtida buniki holat qanday bo'ldi, ya durust bo'lamdi, bo'lmamdi, batilmi, batil emasmi degandek havolatlarni bizga tushuntirmoqchi. Yani shundaqla bu heyzga munosib holatda mesela nifasdagi ayollar, mesela heyz mezgilida tug'ib qolgan ayollar bor. Bu ayollar qanday ihrom bağlaydi degan mazmunni o'z ichiga oladi. Amaliyotda heyz ve nifas ikkisi ayrım hukm bo'lgan bilan mohiyatda ikkisi bir. Chunki heyz faqat odatdagi normal oylarda odatlanib kelgan bir qonli holat. Ammo nifas bo'lsa faqat tuqqandan keyin keladigan qon. Ammo ikkisiniki kelish manbasi irqi bir hamda. Bu hamda 319-numaralı hadis. Yuqorida oldingi darslarda bu hadisniki boshqa shaklini bir necha qatim o'tdi, lekin bu hadis tekrar kelgan bilan hadisni rivoyat qilgan ravilarniki farqi bor o'xshamaydi. Amaliyotda Ayşe anamizga rivoyat qilingan bo'lsa-mu, Ayşe anamizning keyingi ravilarniki shu zanjirsimon ravilar o'zgarib turyapti bu yerda. Yani bu hadisni rivoyat qilgan kishi bu yerda Imom Buxoriyniki ustozlaridan Yahya ibn Bukayr degan kishi, bu Imom Buxoriyning ustozi, bosh tarjimali o'tgan. Bu kishi dedi bizga Lays hadis so'zlab bergan dedi. Lays kim o? Lays ibn Sa'd. Misrniki eng danglik ulamolardan biri, tegi kelib chiqishi Paris. Mısır'da bu ulamoning ichida ayni vaqtdagi muhaddis bo'lsin va faqih bo'lsin, ulamoning ichida eng boy sanaladigan ulamo. Chunki shu Mısırning shu vaqt kambag'allarga shu davomli tomoq taqtirgan, kunda so'rinda necha yuziga odamni tomoq yeb o'tirgan bir tomoq taqtirgan kishi bu. Ulamoning ichida boy chiqmiq yomon emas. Mana shu qadimgi ulamoning ichida birdan bir boy ulamoniki biri. Hatta İmam Şafii rahmetullahi aleyh İmam Malik'tin alimti deb sifatlagan Misrning danglik ulamosi. Bu kishi ham Uqayl degan kishi rivoyat qilyapti damda. Uqaylning tarjimalimi boshda o'tgan, biroz eskartib qo'yaylik, ko'nab qolgan bo'lsa kerak. Bu kishi 144-yilda o'lib ketgan Fustatda. Fustat degan hozirgi Misrniki Umr ibn As jamisi bor joy shu. Shunda o'lib ketgan o'zining ishonchlik rostjil ayni davrdagi hadis raviylarining biri. Bu Osman ibn Affon'niki Mavlasi ozod kirisi deyildi. Amaliyotda Uqayl ibn Xolid ibn Aqil nomi bilan mashhur bo'lgan yoki Abu Xolid al-Ayli nomi bilan mashhur bo'lgan eng buyuk ulamolarniki biri. Ayni davrdagi shu kichik tabiilar bilan bir zamondosh bo'lgan, shularniki huzurda turgan. Demak, bu kishi Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhriyning shogirdi bo'ldi, Ikramaning shogirdi, Hasan al-Basriyning shogirdi deymiz. Abdullah ibn Umarniki Nafi deyilgan bir shogird bo'lgan. Mesela Salim Abdullah deymiz. Muşularniki shogird bo'ladi. Undan boshqa bu kishining hadis rivoyat qilgan kishilarning aytib bir-biridan sarxil va arxil. Ulamolarniki turli bahsga erishgan ishonchlik, rostjil degandek ma'nolar berilgan. Bu kishiga baho bergan ulamolar asosan danglik hadis ulamolarniki hammasi ishonchlik degan sifatlarni bergan. Hem de bu kişi kimden rivayet kılattı? Ustazi Muhammed ibn Şihab'dir. Muhammed ibn Muslim ibn Şihab az-Zuhri diyen şu. Bu kişi Urve'den. Urve ibn Zübeyir şu. Urve ibn Zübeyir üzerine amcası Ayşe annemizde rivayet kılattıdır. Ayşe annemiz deydi, Cenab-ı Resulullah ile biz Haccetul Veda jilnisi çıkan idik deydi. Demek ki hacc niyetiyle çıkan demesi de. Bizim aramızda ömürge ihram bağlığı var. Hacga ihram bağlığanlığı var. Cahiliyette ömürge ihram bağlaşını hac aylarda bu durust deb qaramaydi. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu cahiliyetning qoldiqlariga xotim berish uchun bu oxirgi hajda sahobalarning bir qismini ömürge ihram bağlashga buyurgan. Aytganlarni masalan ömür qilinglar deganda, u ömürni qiladi, ömürdan keyin bir mazgil oromni elib haj vaqti kelgan vaqtida hajga qaytadan ihrom bog'lab haj qiladi. Bularning ichida hajga ihrom bog'laganlar bor. Maxsus haj qilam yoki ham hajga umrga tang niyat qilganlar bor mesela. Haj qiron shaklida qilganlar bor. Shu oraliqda Ayşe anamiz dedi, biz Makkaga yetib keldik dedi. Peygamberimiz dedi Makkaga yetib kelib,
ömürge ihram bağlaganlı bolsa, hediye ekemegen bolsa, ayni vaqtida hamda arablarningki qoidasida shu ihram bog'lab mağayadan yoki o'zining yurtidan qo'y, kala, tuglan haydab mangdi. Buni Ka'b Baytullahga qurbonlik qilma, Ka'b Baytullahga atab buni Allohga atayma deb. Mana bu şekilde. Hozir o'zgarib ketdi bunday ishlar. Hediye aydimgen bolsa, bular ihramdan chiqsin, bo'ladi, ihramdan chiqsin dedi. Buyruq Rasulullohning yani. Amma bir odam ömürge ihram bağlab ama hediye elib kelgan bolsa, hediyesini bo'g'izlamoqchilik bu odam ihramdan chiqmasin dedi. Hediye bo'g'izlaydigan kun, yani bizningki tilimiz bo'yicha Qurban hayitninki hayitning birinchi kuni. Shu kuni shu qurbonlik qilamiz-ku. Shu qurbonlik qilgan o'xshash, shu Ka'b Baytullahga atlagan hediyeni bo'g'izlaymiz. Biz ama adamlar hacı kelgan vaqtida Uyg'urlarimiz qurbonlik deydi. Buni ayirib olish kerak, bu muhim nuqta. Ey, qurbonlikning qini ayrim. Sen qurbonlikda sen qanday yerda qilsang bo'ladi. Amma bu Ka'b Baytullahga atalgan yoki hojilar so'ydigan qo'yninki turi ayrim. Buni hadiya deymiz Ka'b Baytullahga atalgan. Bu faqat mush Ka'b Baytullah atrofida so'yildi bu. Mush haram doirasida so'yildi bu. Undan boshqa so'yilmaydi. Shu bu qurbonlik qilgan odam agar qurbonlik niyatidan qo'y so'ysa, bu Ka'b Baytullahga haj qilgan odamga nisbatan bu hadiya hisoblanmaydi, ha? Cho'qim bu qurbonlik emas, bu mush hajning hadiyasi degan niyatni qilish kerak. Agar siz qurbonlik niyatini qilib qolsangiz, siz hadiyani ado topqizmagan bo'lasiz. Bu cho'qim yani bo'g'ilishingiz shart. Qazasini qilishingiz shart buni. Yani hadiye ekkenmegelli bo'lsa, hadiye ekkenmegelli bo'lsa, bu odam ihramdan chiqsa bo'lmaydi. Hajni tamomlasin dedi. Yani bu hacı qiron bu. Ayşe annemiz dedi, ben hayz ko'rib qolgan shu payt dedi. Ben tam Arafat kuni kadar hayzlar odat ko'rib qoldim dedi. Ben şu vaqtida ömürge mehram bağlagan ameliyatı başta. Mekke'de Medine'de mağa vaqtida ömürge ihram bağlagan bu annemiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşinizni çuvun deb buyruq berdi. Şuna men beşimni çuvdim, çekimni taradım. Hacga ihram bağladım. Ömürni qo'yib qo'ydim bir yanga. Aşını qıpılap, hacimni tugitib bo'lgandan keyin meni Peygamber aleyhissalatu vesselam Abdurrahman ibn Abu Bakr bilan birga yo'liqsib qo'ydi. Abdurrahman ibn Abu Bakr inisi oldu. İnisi oldu. Şu paytda men ömür qildim dedi. Açan ömür qildirib keldi Peygamberimiz yo'liqsib qo'ygan. Mening shu vaqtdagi ömrüm Tanim degan joyda bo'lganda. Tanim degan joy biz başta dedik, hozirgi Oyisha masjid yoki Ömür masjid nomi bilan mashhur bo'lgan masjidning o'zi bu Madina tarafga qarab borgan vaqtimizda bir o'ng qo'l tarafdagi bir o'rin, cho'ng mashhur joy. O'shan Tanim deymiz. Shu yerda Naim deydigan bir tog' bo'lgan. Shu tog'ning ismi bilan bu Tanim atalgan. Lekin Oyisha onamizningki nomi bilan Oyisha masjid degan nom bilan mashhur bo'lgan. Demak biz bugungi hadisdan tonadigan, biz bildigan nuqta, hayz ko'rib qolgan ayol yoki tug'utlik ayol haj qilsa bo'ladi degan yakun bo'ldi. Faqat tavofni kechiktirib qo'ydi. Bugungi darsimizning sharhi bo'lgan va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.